İnternet ulug' uçurilish vositalari elib kelgan qulayliklar dunyoni kichik bir kentga aylantirgan bugungi kunda Sharq Turkistondagi axborot, uchur erkinligi qamonligi va razil Xitoy hukumatining yolg'on yovdoq ta'tir tashviqotlari bir qism davlatlarning ko'ziga tushgan oqdak ularning ko'z oldidagi haqiqatni ko'rishiga to'salg'i bo'lmoqda. Xitoy taratqullarining tarqatayotgan saxta uchurlaridan vatanimizni kuzatish, vatanimizga nazar tashlash. Xabarning mazmunidan asli manbasini tep chiqib, xabarning haqiqiy mohiyatini xalqaro jamiyatga oshkorlash har bir Uyg'urning bosh tortib bo'lmas majburiyati. Mushundaq bir maydonda sizlar bilan hamsuhbatda bo'lib, fikrlarimizni o'rtoqlashish, vatanga Uyg'urning ko'zi bilan nazar tashlash jihatlarida ozroq kuchimizni bera olsak, maqsadimizga yetgan bo'lamiz.